Menem urtokçolla, men hozi işten geldim, saat neçe bolganına karamadım ham. Gelip güllerimi aynalıp, kuşlarım bilen gepleşip, dem alıp oturupma, ine Xudo xohlasa. Mana bir sizlarga görsatib bereyim dedim aziz obunachilarim, gruppadoshlarim, Instagram, Telegram tomosha qiluvchilar, hammalaringga şu abu havoni şu güzel joyda yana bir ko'rsatgim keldi. Xudo xohlasa mana qaranglar, qanday chiroyli. Qaranglar. Mana qanday chiroyli. Mana go'zal. Men aytganday havosini, joyini, suvini, mehrini berib tursanglar, hamma gullar shunday o'sadi asarlarim. Hech nima bo'lmaydi. Qarang. Instagram'da yozganlardan bir ikkitasi, xolajon sizga malol kelmasa kun ora 2 kunda 3 kunda bitta ko'rsatib turing. Gullaringizni ahvoli har haftada 10 kunda qanday bo'lganini ko'rgim kelyapti. Shuning uchun sprey qilmagan paytda ham ko'rsating. Sprey holatiga yaltirab turibdimikin deb o'ylayman debdi. Mana sprey qilinmagan. Qarang. Hech qanday sprey yo'q. Juda go'zal. Qarang. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Sizlar nima desangizlar shuni qilaman. Spreyli vaqti desangizlar spreyli vaqti ko'rsataman. Spreysiz vaqti desangizlar spreysiz vaqti. Dekabr gulini ko'rsating debdi ekansiz. Ina. Dekabr guli ochilib turibdi ikkisam. Bemalol ko'raveringlar. Hammalaringga rahmat, yaxshi so'zlaringiz, tilaklaringiz uchun kattakon rahmat. O'zlaringizga birgalikda bo'lsin.